Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Mods. Xullas chigalar, bugungi videomiz PUBG Mobile'ga cheat o'rnatayotgan paytda data fayl ochmaydi degan, ya'ni zarch berdi. Mana ko'rishlar mumkin, Android data. Kirishga ruxsat yo'q. Ko'pchilikda bo'lyapti, versiyasi 10 dan baland. Hamma telefonlarda shu narsa kuzatiladi. Shu narsani tuzatishni bugungi videoda o'rgataman. Noldan hammasini. Bizga zarchver ilovasi kerak bo'ladi va Shizuku va sozlamalar. Endi olib zarchver tortib olamiz va Shizuku Play Marketda mavjud. Va endi sozlamalarga kirib olamiz va telefon haqida, Samsungda, Redmi'da hammasida mana shu telefon haqida degan joy bor. Va ichiga kirib bo'lgandan so'ng tizim versiyasi Poco uchun deb qo'ygan. Shuni bosib turamiz. Samsungda ham xuddi shunday yozilgan bo'lishi kerak, Redmi'da ham tizim versiyasi. Ustiga bosib turamiz. Men allaqachon ochib qo'yganman. Allaqachon dasturchi rejimdasiz. Shuni bosib tursanglar, uje dasturchi rejimga o'tadi. Va bu yerdan chiqib ketamiz va Shizukuga kirib olamiz. Kirib bo'lgandan so'ng start. Hozir kutamiz va pastga tushamiz. Startga bosamiz. Mana ko'rishlar mumkin, xuddi shunday chiqib keladi. Bu joyni admin qoramiz. Va bu joydan birinchisiga kiramiz. Ma'lumotlar kelib chiqadi. Mana shu yerdan ko'rib o'rganib olsanglar bo'ladi. Va ikkinchisiga kiramiz. Kirib bo'lgandan so'ng pastda shu bo'limga kiramiz va Wi-Fi orqali dubing deb qo'ygan. Bu degani xohlagan Wi-Fi ga ulanib ishlatishlari mumkin, ya'ni yoqish kerak. Faqat Wi-Fi ga ulanishingiz kerak. Wi-Fi da megabayt bor yo'q, usuli kerak emas, tochka ham bo'laveradi. Va usul orqali nosozlikni tuzatish, tasdiqlash ustiga bosamiz va okey. Va pastdagini yoqib chiqamiz. Hozir kutamiz va buni ham yoqamiz. Va keyingisi bo'ldi. Endi bunga kiramiz. Okey bo'lamiz va bu joydan nima qilamiz? Ikkinchisiga kiramiz. Xuddi shu parolni 587599 587599 shuni yuboramiz. Va ozroq kutamiz. Bu ulandi. Endi Shizuku ulandi. Bu yerdan chiqib ketamiz va Shizukuga kiramiz. Va bu yerdan chiqamiz va start. Ozroq kutamiz. Bo'ldi. Shizuku yondi va zarchver ilovasiga kiramiz. O'ng tomon tepada 3 ta nuqtacha bor va sozlamalarga kiramiz. Rotga kirgandan so'ng bu joyda sizlarda bunday turgan bo'lishi kerak. Shuni Shizukuga o'tkazib qo'yamiz va ikkitasini yoqib qo'yamiz. Bo'ldi. Yoqib bo'lgandan so'ng zarchver o'chiraveramiz va qaytadan kiramiz. Android data. Mana ko'rishingiz mumkin. Data fayl kelib chiqadi. Shu orqali bemalol mana power file bemalol kirib config yoki cheatlar o'rnatib bemalol o'ynashingiz mumkin. Video yoqqan bo'lsa like bosing va obuna bo'lib qo'ying. Kanal rivoji uchun sizlar bilan Mods.